Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun klinikamizga 69 yoshli bemorimiz Namangan tumanidan murojaat qilganlar. Qo'llashtirilgan tekshiruvlarni o'tkazib, bemorda prostata bez xavfsiz giperplaziyasi aniqlandi. Hozirda bemorda jahon oltin standarti bo'lgan prostata bezi adenomasi Golmi lazerli enuklyatsiyasi amaliyotini bajarmoqda. Bu amaliyot uchun biz Germaniya davlati Yena Surgical kompaniyasida ishlab chiqarilgan yuqori quvvatli Golmi lazer uskunasini ishlatamiz. Golmi lazer yordamida o'tkazilgan amaliyot kamchikast hisoblanadi. Shuni hisobiga 1-2 kun ichida bemor o'zi mustaqil hayotga qaytishi mumkin, uyiga javob berishimiz mumkin. Kuni kecha Namangan tumanidan kelgan bemorimiz amaliyotdan keyingi holatlari, bemorimizda o'rnatilgan uretral kateter olindi. Bemorimiz o'zlari mustaqil peshob qilmoqdalar. Bemorimizni o'zlarini fikrlarini bilishimiz mumkin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bu yerga avval o'sha peshobga qiynalib, kechalari 4-5 martadan chiqib, nimalar bo'sh olmasdan qiynaldim. Oxiri o'g'illarim mana shu andrologiya markaziga tavsiya qilishdi. Bu yerga kelib bir kun analizdan o'tdim. Ikkinchi kuni lazerni operatsiya qilishdi. Mana 3-kuni men uyimga ketyapman. Rahmat, bular tan jonlari sog' bo'lsin. Sharoitlari yaxshi ekan. Hozirgi holatim o'sha 20 yoshar yigitning holatidek bo'lib turibdi. Rahmat shu kallishga bizni hayotga qaytargani uchun. Yurtdoshlar, sizlar ham iltimos analizdan o'tib turinglar. Buni bilib bo'lmas ekan hech kim. Ilgari odamlar chetga chiqib Hindiston, Toshkent, Yevropalarga borardi buni. Hozir o'zimizda shu hamma sharoit bor ekan.